Ilgari ham kelgansiz. Bir necha marta. Ismingiz nima? Haydab ko'rishni taklif qilishganmi? Yo'q, hatto salomlashishmagan ham. Odamlar. Unday bo'lishini istamasdim, lekin afsus. Lekin ko'ylagingiz mol-rang shimingizga qarab baho berishadi. Telefon g'ilofiga ham. Lekin Gallardo haydasangiz, istagan narsani kiyishingiz mumkin. Rostdan. Lekin nafaqat buning uchun haydaysiz. Gap shundaki, bu mashina bebaho, betakror ruh bag'ishlaydi. Salom. Men Nikolman. Haydab ko'rishga tayyormisiz? Yana top kelaman. Gallardoni olyapman. Bu xaridorga o'xshamaydi. Qachon ish boshlading? Bugun ertalab. Eddi aytmadimi? Nik Holden. Sheridan Nik. Balki sotib olmas, lekin uyam odam-ku. Omadingni bersin. Xo'sh, nima degandim? Shuni olaman, aynan shuni. Yaxshi, o'tiring. Hujjatlarni tayyorlayman. Sizga espresso keltirayman. Yaxshi bo'lardi. Bu meni ilk savdoyim. Rebeka bilan baham ko'rishga so'z bergandim. So'rayaptimi?